Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Ro'zalarda charchab qolmayapsizlarmi? Bugun men biroz o'zimning mavzularimdan chetroqqa chiqmoqchiman. Shu ro'za Ramazon kunlarida atrofimizdagi suv yo'llarini bir qator qarab qo'ysak ko'pchilik bo'lib, yana ham foydali bo'lardi. Mana hozir ko'rib turganinglar, yonimizdan o'tgan ariq, Kanda arig'i, nomi Kanda. Shuni mana shu yerdan ozroq shova bo'lib tushadigan joyi bor. Shu yerga kelganda yuqoridan kelayotgan barcha suvni axlatlari shu yerga to'planib qoladi, chiqindilar. Mana ko'ringlar. Bu 1 yillik, 2 yillik chiqindilar emas. Bu taxminan 1 oy, 2 oylik chiqindilar desa ham bo'ladi. Sababi tezda tozalangan taqdirda ham yana yuqoridan mana shunday narsalar oqib keladi. Buni kim tashlaydi? Siz bilan bizga o'xshagan odamlar tashlaydi. Hozir shuni ko'rayotgan bo'lsanglar, hammalardan iltimos, axlatlarni albatta chiqindi soladigan idishlarga tashlanglar. Agar yo'linglardan birorta chiqindi yoki mana shunaqa narsalar bo'lsa, yig'ishtiringlar. Hozir tushdim, yig'ishtirib tozalab tashlamoqchi bo'ldim, lekin o'ylab qarasam bir o'zimga kuchim yetmaydi. O'g'lim ishda. Endi Xudo xohlasa, qo'ni-qo'shnilardan yordam so'raymiz. Agar hashar qilib yordamga chiqsa, albatta shu yerda tozalab qo'yamiz. Mana shunday ahvolga kelib qoladi. Sizlar bitta suvda oqib ketadi degan narsalar oqib hech qayoqqa ketmaydi. Sizlardan pastroqda yashaydigan odamlarni oldiga borib to'planadi. Bitta narsa to'plangandan keyin mana orqasidan ikkinchi bir narsa kelib to'planadi. Hozir suv yo'qligida bugun Xudo xolasa shuni tozalab, tayyorlab sizlarga yana bitta chiqish qilamiz. Hozir mening murojaatim butun insoniyatga. Endi qaysi davlatda qanaqa bilmadim-ku, bizda shunday joylar ham borligidan juda ham afsuslanaman. Shuni hayvon kelib qilmaydi, albatta insonlar shu ishni qilishadi. Mana shunday mana trubadan o'tib shovva bo'ladigan buyog'i chuqurli joyda mana ko'ryapsizlar. Hamma yo'q axlatga to'lgan. Iltimos, agar ko'rib turgan bo'lsanglar, ro'za Ramazon kunlarida, boshqa oylarda ham, boshqa kunlarda ham agar shunday narsalar tozalab yig'ishtirib qo'ysak, juda katta savobga erishgan bo'lamiz. Bugun men iloji boricha odam yig'ib shuni tozalab olib tashlashga harakat qilamiz. Kuchim qo'limizdan kelgancha mana shu joyda yuqoridan kelgan, mana yuqorida hech qanaqa axlatlar yo'q. Uni nariyog'ida ham ariqlar bor. U yerlarda odamlar yashaydi, uyini yonlaridan o'tganligi uchun tozalab turishadi. Bu yerda esa odamlarda orqa tomoni daraxtlar tegi, mana shu joyga odam yashamaydigan, mana shu burchak joyga, ya'ni shovvani yoniga axlat juda ko'p to'planib qoladi. Ko'rib turibsizlar. Shu baklashkalarni mana shuna qilib suvlarga, ariqlarga, musorlarga tashlashdan o'rniga yuvib tozalab bunga birorta gul ekib qo'ysanglar ham bo'ladi. Biror narsadan foydalansanglar ham bo'ladi. Baklashkalarning foydali tomonlari haqida men sizlarga alohida video ham qilib beraman. Tashlamanglar, uvol qilib, bundan juda ko'p narsada foydalansa bo'ladi. O'sha baklashkalardan qanday foydalanish haqida internetlarda ham to'lib yotibdi. Ko'p ularga qaramayotgan bo'lsanglar, yaqin kunlarda men bulardan alohida nimalar qilish mumkinligi haqida alohida video qilib tayyorlab qo'yaman. Lekin hammadan iltimos, hammamizdan ro'zadormiz. Mana bunaqa suv bor joylarga, ariqlarga biror narsalar tashlab yubormanglar. Bu hech qayoqqa singib yo'qolib ketmaydi. Bir joyga borib to'planib, hammani dilini xira qiladi. Agar buni tezroq tozalab yuborilmasa, ertaga yozda bu yerdan har xil qo'lansa hidlar, har xil kasallik tarqatuvchi narsalar tarqaydi odamlarga. Shuning uchun
barchadan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Atrofimizdagi suv havzalarini bir qator qarab qo'yaylik. Agar u yerdan 2 dona birorta chiqindini olib tashlasak ham juda katta yaxshi ish qilgan bo'lamiz. Hammalarni diqqat qilib shunga e'tibor berganinglar uchun minnatdorman. Agar to'g'ri ish qilyapsiz desanglar, bir qo'llab qo'yinglar, hamda o'zingizlar atrofinglardagi suv havzalariga qarab qo'yinglar. Kommentariyada nima deysizlar? Yo shunday yotaversinmi ko'payib, yoki haqiqatda ko'pchilikni yig'ib shu ishni qilaylikmi? Bitta men emas, hamma joyda bor suv havzalari. Shularda atrofidagi ariq bo'ylarini, yonlarini qarab qo'yinglar. Bu yer mana yerdan 2 metrdan ortiq balandda bo'lgani uchun ko'rinmaydi deb ancha-muncha narsani ham tashlab ketishadi. Lekin mana bu narsalar ko'rib turibsizlar, juda ham yomon. Rostini aytsam, o'zim hozir yig'ishtirgan tushgandim, aqlim yetmadi. Bir o'zim qiladigan ishmas ekan, 2 metr yuqoriga bularni chiqarishim kerak. Hozir bilasizlar, uyimda boshqa odam yo'q. Endi hozir bugun qo'ni qo'shlarda birorta odamni chaqirib, yo ishchi tashlaymizmi? Shu yerda yig'ishtirgizamiz, xudo xolasa. O'sha videosini ham keyin yig'ishtirib bo'lgandan keyinmi yo yig'ishtirayotgan paytdagi videosini ham albatta sizlarga qo'yishga harakat qilaman. Hammalardan iltimos, suv havzalariga bir qarab qo'yinglar. Bilaman, sizlar meni ko'rayotganlar albatta aqlli odamsizlar, mana qaranglar. Hasharotlar hamma narsa to'lib ketadi shundan. Aqlli odamlar ko'radi deb umid qilaman, nimagaki yengil-yelpi narsalar qo'ymayman. Buni juda yaxshi keng fikrlovchi odamlar qo'lidan mana shunaqa joylarda tozalab, obod qilib qo'yadigan odamlar ko'radi deb umid qilaman. Barchalarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.